oğlum. Keksni judayam kelyapti. Assalomu alaykum hammaga. Hozir birgalikda bitta kichkina eksperiment qilib ko'ramiz. Bolalarga yoqadigan yegulik oldim. Ataylab orqa sideniyaga qo'yib qo'ydim. Hozir bolalarni bog'chadan olaman-da. Qani, bolalarga sizlarga emas, buni ishxonaga oldim. Hozir ishxonaga olib ketaman deb prank qilib ko'raman. Qani, bolalarning reaksiyasi qanaqa bo'ladi? Adimi? Yo, tegma. Keksmi? Yo, ishxonaniki-ku. Hadi. Ishxonaniki tegmanglar bolalar. Kechitroq olib, uzr qizim. Qo'yib ketdimmi? Olib qo'yaman. Yegansizlarmi? Yo, endi yeymiz. Yangi turibdi. Mana ye. Nima qilasan, ye? Keks yeyman dedim. Keks yo'qmi? Ana. Tegma ishxonaniki yo'q, o'g'lim. Yaxshi emas. O'ygin kelyaptimi? Qo'y tegma. Hazlashmaysizmi? Nimaga hazlashim, ha qizim? Senimi? Yig'ladingmi? Yo'q. Yig'lamagin-da. Adajon. Xo'p, o'g'lim. Keksni judayam kelyapti. Nima u keks ekanmi? Ha? Qarachi keksni o'zimdek hidlab ko'rchi, men ham bilmayman nimaligini. Bu keks ekan. Uyga olib kiring. Uyga olib kirsam ishxonamdagilarga nima deyman? Bitta non bilan, bitta olma, bitta keks olib, bizdan keksimizda ikkita, bitta kartoshka olib kelgansizmi? Men bilmayman nima borligini o'g'lim. Kartoshka olasiz, keyin ikkita, o'rtog'ingizga bitta non olasiz, bitta suv olasiz, tushundingmi? Buni-chi, buni nima qilaman? Buni men yeyman. Havasini yeysanmi? Ha? Qo'yani siz olasiz bo'lib. Bo'lishib olamiz. Ishxonamdagilar narsasi-yu. Ha. Yaxshi ish emas bunaqa qilishimiz, hozir yeb qo'yishimiz. Sizlarga boshqa kun olib beraman-da. Mayli bo'lsam ishxonada bo'laman. Mumkin emas-da, boshqa odamga olingan narsani, birovning narsasini yeyish. Xo'p, Yoki ichidan bitta yesang bilinmaydimi? bilinadi. Bilinadimi? Jahongir, sizlarni yaxshi ko'raman o'g'lim, sizlarga oldim shu narsani. Hazillashuvdim. Jonim, yaxshi ko'raman sizlarni. Siz kecha yo'q. Hazillashdim-da. Ha, mayli, xafa emasman. Xafa emasmisan? Siz kecha ishga Ishga deb yolg'onga aytdim-da.